Assalomu alaykum hammaga. Bugun IELTSdan 8 natijani qo'lga kiritgan o'quvchimiz bilan qisqa suhbat qilib olamiz. Muhammadjon, xush kelibsiz. Assalomu alaykum, alaykum assalom. Taklif qilganinglar uchun katta rahmat. Hammaga salom. Mening ismim Abdurahmon Muhammadjon. Men Western Schoolda 2 yil ta'lim olib, IELTSdan 8 natijani qo'lga kiritdim. Hammaga qiziq, ushbu natijaga erishishda nimalar qildingiz? Bu natijaga erishish juda qiyin bo'ldi, lekin men buni uddaladim. Katta urg'uni o'zim rezingimga berdim. O'tgan safar topshirgan rezingim past chiqdi va bu o'zini oqladi, chunki rezingim hozir 8.5 chiqib, shundan men 8 olishimga yordam berdi. Va kuniga kamida 5-6 soatdan praktika qildim sheriklarimdan. Sheriklarim menga juda katta yordam berdi bundan. Eng yuqori sekshini listeningdan 9 bo'pti. Buning uchun nimalar qildingiz? Listeningdan oldin ham 9 olganman. Shuning uchun bu safar 9 olish unchalik qiyin bo'lmagan va 9 olish uchun men o'zimni o'tgan rezultatimni ushlab turishim kerak edi. Uning uchun men ko'proq listening testlar ishladim va xuddi shunday har kuni BBC podkastdan kamida 1 yoki 2 soat eshitib yurdim. Siz oldin ham IELTS imtihonlarini topshirgansiz. Paper based va CG IELTS. CG IELTSda qiynalmadingizmi? Yo'q, qiynalmadim. Aksincha, paper basedga qaraganda juda ham osonroq o'tdi. Menga juda yoqdi. Reading va writingim o'ta yengillikdan o'tdi va CG IELTSdan topshirishni hammaga maslahat beraman. Javoblari paper basedga qaraganda juda tez chiqadi. Meniki 2 kunda chiqdi, o'zi 1 kundan 5 kungacha chiqish kerak javoblarida. IELTSga tayyorlanayotgan o'quvchilarga nima maslahat berasiz? Ko'pincha o'quvchida qiyinchilik writingda bo'lishi mumkin va bunga bitta maslahat berishim mumkin. IELTSdan 9 olgan odamlarning writingini tahlil qilish. Speakingga keladigan bo'lsa, speakingdan sheriklaridan va ustozi bilan ko'proq muloqot qilib, speaking qilishni tavsiya berishim mumkin. Ustozingiz hamda Western School haqida fikr bildirsangiz. Ustozim Mr. Dejan juda ajoyib odam va u odamga katta rahmat aytmoqchiman. Bu natijani erishishga juda katta yordam bergan va bu natija faqat meniki emas, bu xuddi shunday sizniki. Western School haqida esa Western Schoolda dars jarayoni va atmosfera juda ham ajoyib. Hammaga Western Schoolda o'qishni tavsiya qilaman. Xo'p, Muhammadjon, kelganingiz uchun katta rahmat. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Sizlar bilan keyingi videolarda ko'rishguncha